Backend so'zini eshitganda biron bir noodatiy hayvon ko'z oldiga keluvchilar uchun bu video. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizlarga tushuntiraman. Siz ko'rayotgan narsalarning barchasi, ya'ni chiroyli dizayn, tugmalar, mahsulotlar, bularning barchasi front-end. Endi bularni ishlashi uchun miya kerak. Miya esa bu backend. Mahsulotni tanladingiz, unga buyurtma berdingiz va buni to'lovini qildingiz. Bularning barchasi backendchining qilgan ishi. Uzun marketning miyasi bu backendchining qilgan mehnati hisoblanadi. Backend dasturchisi bo'lib, siz IP manzillarni yaratishingiz mumkin. Katta ma'lumotlar bazasi, boshqaruv bazalari bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bunda olib qaraganda, tana bu front-end, miya esa backend. Qarang, tana charchashi mumkin, lekin miya charchamasa, miya ishlasa, hammasi joyida bo'ladi. 3-Renaissance IT akademiyasi bilan backendni o'rganing. Texnologiyalarning miyasi bo'ling.